$25 ming Chig'atoy Korzinkaga yetmasdan mana shu domlarning orqasida yer topib qo'ydim. 6-7 sotuvlik. Hozir sizlarga ko'rsataman. Qatdan kirib borishlikni ko'rsatib boramiz. Bismillah. Uyimizgacha ham taxminan 300 metrcha chiqadi. Hamma kommunikatsiyalari bor. Kanalizatsiyalari ham o'tgan. Xohlasanglar 3 sotuvini ham sotib olishingiz mumkin. Yo'llarimiz ham ko'rishingiz mumkin. Ikkita mashina bemalol o'tadi, asfalt o'tgan. Katta ko'chaga to'g'ri bilan ham chiqib ketsangiz bo'ladi. Asfalt razmerimizni mana shu yerdan qachon bo'ladi? 14 metr. O'zgaradigan joyi bor ekan. Bu yog'i sotilmaydi. Bu yog'idan pastki qismidan 14 metr, ichkariga o'sha 6-7si shunaqa joy sotilar ekan. Ham o'rta joyi sotilmas ekan. Shu sababli arzonga berib yuborishgan ekan. Bu atrofda birinchi liniyada bo'lgan uchastkalarni, hovlilarni sotiga 40 mingdan shugacha so'rab turishibdi. Biz bu hovlimizni bir sotiga 25 mingdan qo'ydik. Bosinglar.